Juda ko'p insonlar o'tqob zagib, o'tqob dimlanish bor, ovqat hazm yaxshi emas, ich qotish bor, qabziyatim bor, qiynalib ketdim. Uy sharoitida tabiiy giyoh aytib o'ting deb juda ko'pchilik yozibdi, birodarlar. O'tqob dimlanishini oldini oladigan tabiiy giyoh aytib o'taman. Uy sharoitida quloq soling va do'stlaringizga jo'natib qo'ying, birodarlar, bepul. Hamma joydan topasiz. Ot quloq, birodarlar, mana. Ot quloqni olasiz, chaynab yeysangiz ham bo'ladi. Sokini chiqarib kuniga 50 grammdan 2 mahal iste'mol qiling. Salatlarga solib iching, sho'rvaga solib iching. Juda foydasi zo'r. Yurak, qon tomir kasalliklariga, birodarlar, tromblarni ochib beradigan xususiyatga ega. O'tqob dimlanish, qabziyat, ich qotish hammasini oldini oladi, birodarlar, bepul uy sharoitida. Quloq soling mana, birodarlar, hamma joydan topsangiz bo'ladi. Buni o'zini chaynab yesangiz ham bo'ladi. Sho'rvalarga, salatlarga solib iching, xudo xolasi foydali bo'ladi. Yurak qon tomir kasalliklariga, qabziyatga yaxshi, birodarlar, oshqozon osti beziga, yazvaga, gastritga, ovqat hazm qilish jarayonini yaxshi qiladi, birodarlar. Kitobdan olib aytyapman. Xudo xolasi foydali bo'ladi. Do'stlaringizga jo'natib qo'ying.